Hikoya. Xo'qanddan chiqib Mahramga bordik. Anda o'rtaga tushdik. Mulla Ma'ruf dodxoh birga xonga joy qilib berdik. Biz ilan 50 adad mahramlar birga va qazoq askarlar alohida qo'ndilar. Kechasi xon uxlamadi. Xafalikdan taom ham yemadi. So'zdan bir kalima so'zlamadi. Oldiga choy olib kirdim. Taqsir, taqdir, nima qilamiz? Xafalik va g'amga solmang o'zingizni desam. Xon: ey nodon, san o'z ishingga mashg'ul bo'l. Mani xonlikdan ajrab xafa bo'lgan dersan. Man fuqaroning oyoq osti bo'lgani uchun xafaman. Mening niyatim bo'lak edi. Muyassar bo'lmadi deb taom yemadilar. Kecha o'tib, erta bilan ko'chib, Mahramdan jo'nadik. Isvisorga qo'ndik. Kecha yotib, ertasi juma kuni Xo'jandga boritdi. Ulamo va fuzalo istiqbol qildilar. Xo'jand darvozasida 2 adad Rossiya libosida kishilar turgan ekan. To'xtaldi. Biri xonga salom qilib dediki: "Assalomu alaykum, xon hazrat, qalaysiz? Omonmisiz? Endi siz ham biz tushgan yo'lga tushdingiz. Endi ahvolingiz shul ekan-ku. Biz bir vaqt sizdan panoh so'rab kelganda bizni yaqomizdan tutib Rossiyaga berdingiz. O'lganimiz yo'q, alhamdulillah, hukumatdamiz" dedi. Musulmon musulmonga panoh berur deb so'rab edik. Mana endi siz ham ko'rarsiz, dedi. Xon g'ayratga kirib: "San qandoq murtadsan?" dedi. Ul ham murtad deb sanay turlar. Yurtingni poymol qilib, musulmonlarni oyoq osti qilding deganda, xon qilich sug'urib, ul ham qilich olganda, qazoq askarlar xonni muhofazat qilib jo'natib yubordi. Izoh: bu ikki Rossiya libosidagi zobit polkovnik Jo'rabek Qalandar qori o'g'li 1901-yildan general-mayor va polkovnik Bobobek edi. Ular 1870-yili Xudoyorxondan rus bosqinchilariga qarshi kurashda yordam so'rab Qo'qonga kelganda, ularni Xudoyorxon bandi qilib, general-gubernator fon Kaufmanga topshirgan edi. Muloqotda shu voqeaga ishora qilinyapti. Xo'jandga kirdik, daryo labida Gulbog' degan joyga qo'ndik. Hukumat tarafidan joy tayyorlangan ekan. Anda bir kun turib, kechroq Kamolxon to'raning hovlilariga qo'ndik. Anda ul kun turdik. Akramxon to'ra ilan Mirzo Hakim Toshkentga ketgan ekanlar. Alar kelgunlaricha tavaqquf qilindi. Rikob aytur xon mani xilvat qilib dediki: "Darhol otlan, bir mahram ol, Toshkentga bor, 6000 tanga pul ol, mundan Piskatga bor, Olloqulga xatni ber, yangi ot bersin. Toshkentga borib, Said Azimboyga aytxil, biz borib turibmiz, bizga bir maslahat bersinki, javobi muomala uchun shofiy so'z kerak." Anda man jo'nadim. Kechalab bir mahram ilan jo'nab, Piskatga bordim. Kechasi tun yarmi edi. Yaqubbek o'g'li Haqqulibek hovlisiga qo'ndim. Eshikni bazo'r ochdirib kirdim. Haqqulibek uyquda ekan. Darhol uyg'onib chiqdi. Xonning xatini qo'liga berdim. Tezlab jo'nating degan ekan. Darhol oshga buyurib, to'ydirib, yangi ot birla otlanib, Piskatdan jo'nab, To'ytepaga borib, bir do'konda choy ichib, yana otlanib, namozi asrda shitob bilan Said Azimboy hovlisiga keldim. Boy hovlida ekan. Omonlashib, "Xo'sh, nima gap?" dedi. Xonning xatini qo'liga berdim. "Xon hazrat kelib turibdirlar" dedim. "Sizga iltimoslari bor" deb xonning xatini berdim. Ko'rib, afsus qildi. Ko'z yoshi qildi. Dediki: "Sad hayf, islom hukumati tamomga yetadur" dedi. Darhol xizmatkorlariga buyurdi: "Aroba qo'sh." Kalaskasini qo'shib, "Qani yuring" deb yana so'radi. "Hech nima bormi?" deb. Men dedim: 6000 tanga pul bor edi. Xo'qand tangasi bo'lmaydur deb tangani javonga qo'ydi. 500 so'm aqcha oldi. Rossiya ichiga bordik. Bir to'raning hovlisiga kirdik. Xizmatchisi xabar qildi. Ichkari kirdik. Boy ilan omonlashib bo'lib, bir necha kalima boy ruscha so'zlashda to'ra o'rnidan turib, javondan bir kitob olib varaqladi. Oxiri bir satra so'z yozdi. Said Azimboy menga aydi:
musulmoncha yozing deb yozdim. So'z shul ekanki, xon kelur, general gubernator xonni ko'rgani kelur, omonlashur. So'ngra ayturki, gosudar imperatorni borib ko'rib kelasiz der. Zinhor xo'p demay aytsunki, man yurtimga borib mamlakatni tinchitib, o'rnimga noyib qo'yib, so'ngra borurman desin degan so'z ekan. Yozib oldim. Xonga chopdim. Kelsam xon Piskatda Yunus mingboshining hovlisida ekan. Darhol kirib salom berdim. Xilvat qilib so'zlashdim. Xatni berdim. Xon dedilarki, biz Toshkent borguncha yana borib bir yaxshiroq so'z bo'lmasmikin deb yana jo'natdilar. Ul kuni otlanib Toshkentga chopdim. Yana avvalgi yo'limda yurib boyga keldim. Yana xon ahvoliga afsus deb aroba ilan bir bo'lak advokatga olib, zakonchi uyiga olib borib, anya 300 so'm berdi. Ul ham kitoblar ko'rib, o'shal avvalgi so'zlar mazmunini yozib berdi. Jo'nadim. Xon To'ytepadan chiqqan ekan. Otdan tushib salom berdim. Otlan dedilar. Otlandim. To'g'ri kelib, Arfa bozorida bir boqqa qo'ndik. 2 kecha anda turganimizda Toshkent fuqarolari saylga chiqqandek bizni ko'rgali kelur erdilar. Xon bulardan siqilib, bir bo'lak joy xohlaganda Glovocho bog'iga qo'ndirdilar. U yerda 3 kun turdik. Majmui 5 kun Toshkentda bo'lib, 4-kuni yarim podshoh, ya'ni Kaufman kelur ermish deb shuhrat bo'ldi. Xon bir uyda karavotda o'ltirib erdilar. Oq choy ichar erdilar. Mahramlari choy olib kirdi. Ichmadilar. Bir uyda karavotda o'ltirib erdilar. Tanho hech kimga gapirmay, bu tariqada tong otturdi. Ertasi qiyom vaqti edi. Gubernator kelur degan so'z bo'ldi. Zamoni o'tib ediki, bir qancha otliq qozoq askarlari bilan gubernator keldi. Kelib turganda xonga kirdim. Yarim podshoh kelib turibdur dedim. Xon hech indamay karavotda o'ltirib erdi. Yarim podshoh keldi, eshikdan kirdi. Bir tilmoch ilan kirib, xonga salom qildilar. Yarim podshoh qo'l uzatdi. Xon qo'l berdi. Xonni qo'lini ushlab turib, ancha so'zlar gapirdi. Tilmoch perevod, tarjima qildi. Gubernator, xon hazrat, sizdan iltimos qiladur. Bizni gosudar imperatorni ko'rib kelmoqingizni dedi. Xon bilo tavaqquf xo'p dedi. Shul holda gubernator yonidan qilichni O'shal xon o'ltirgan uyni derazasining oynasiga sekingina urdi, yoniga soldi. Xayr xo'sh qildi, qaytdi ketdi. Bu holda xon oldida hozir kishidan mullo ma'ruf dodxoh, mirzo hokim farmonachi birla man eshikni tashida turib edim. Man dedim. Voy, qani ul qancha harakat ilan topgan so'zlarimiz, nimaga demadingiz desam, xon o'shal so'zlar takror edi. Ammoki mani tilim muxolafat etdi. Tilim xo'p degandan keyin bildim dedi. Ish qo'ldan ketadurgan bo'lganda, fuqaro muxolif bo'lganda kishini o'z a'zoyi javorasi ham muxolif bo'lur ekan. O'zim ham hayron bo'ldim. Hammamiz birdan xafa bo'ldik. Yig'i-sig'i, ko'z yoshi bo'ldi. Foydasiz. O'shal kun general gubernator darhol qog'oz buyruq chiqardi. Ertaga xon O'rinburg'a jo'nasunlar deb. Xon taqdirga tan qo'ymoq endi harakat maslahat bo'ldi. Xonni rayi bekzodalar va oyimlarni Toshkentda qo'yib ketmoq ma'qul bo'lmadi. Na uchunki anda ishonchli odam bo'lmadi. Turkistonda o'zlariga qaragan e'timodli kishilar bo'lgani uchun ahli ayollarni Turkistonda qo'yib ketmoq muqarrar bo'ldi. Ertasi qiyomda jo'nadik. Xon ilan 70 kishi edi. Mundan Atobek noyib qo'lida 650 adad sipohlar ham bor edi. Toshkentdan jo'nab bir qo'nib, Chimkent borganimizda anda bu xafaliklarimiz ustiga xon Atobek noyibga bir nima dedi. Noyib xonga bir nima dedi. Gina va afsus to'g'risida birovlari ilan oroz bo'lib, 650 sipohni olib, Atobek noyib Chimkentdan Xo'qandga qaytdi.
Xon ilan qolgan kishilar birga ketdi. Turkiston borildi. Xon Muso Ali Mingboshi hovlisiga tushdi. Bekzodalar va ayollarga alohida hovli tayyorlab berdilar. Anda xon 5 kun ahli ayollari ilan vidolashib, Turkistondan jo'naduk. Mahramlar bilan birga eduk. Turkistondan chiqib, bir qo'nib, Suron degan yerga borildi. Anda yotib ertasi xon mahramlarga javob berib aydiki, boring endi, har qaysilaringiz ahli ayollar har qaysilaringizning ahli ayollaring bor. Alar oldida bo'linglar. Bizning boshimizdagi taqdirga o'zimiz mubtalo. Sizlar ovora bo'lmanglar. Har qaysilarimizga bir munchadan tanga berdi. Fotiha berdi. Bizlar qaytdik. Xon ilan birga ketgan kishilar bular ediki, cho'nonchi Mulla Ma'ruf Dodxoh, ikkinchi Qosim To'qsaba, uchinchi Jamil Xazinachi, to'rtinchi Muhammad Sharbatdor, beshinchi Xursand degan qul, oltinchi Mullacha degan qul, yettinchi Mirzaboy degan sag'ira, sakkizinchi Toji Mahram degan. Biz ilan yig'lashib, bu 8 adad kishi birga ketdilar. Biz qaytdik deb. Mulla Muhammad Umarbek Andijoniy xon mahramlaridan bul kishi hikoyat qildilar. Andan u yongi xonlarni. Haj safariga borganda Jiddada bir kishi bir necha kun ham qo'sh bo'lib, necha kun musohabat bo'lgan. Xudoyorxonni xizmatchisi Hoji Muhammadjon degan bayon qildi. Kobildan to vafotigacha bo'lg'on xonlarni roviysi ul edi. Nurmuhammad Sharbatdor o'zi ham xonni Makkada qo'ymay mamlakatga boraylik deb birga olib kelgan kishi edi. Bu tarixdan 10 sanalar muqaddam vafot qildi. Bu voqea shundoq ekanki, oftobachi hajga bormoq bo'lib jo'naganda xon aytgan ekanki, o'sha tarafdan bir tadbirlik, iste'dodlik odam olib kelg'il. Makka va Madinaga takya soldiramiz degan ekan. Mulla Abdurahmon Oftobachi Jidda shahridagi Hoji Sodiqboy Konibodomiyni olib kelgan ekan. Hamma ishlarini qo'yib, xon yo'qlagan deb ul kishi kelganda xonning davlatlari avjida ekan. Hoji Sodiq afandini chaqirib, xonga manzur qilganda ziyofat qilib, sarupo berib, quruq xizmat buyurmay jo'natgan ekan. Xon xizmat buyurmaganlarida bois nima deganda ko'p ko'rimsiz, benamud kichkina odam ekan emish. Xon boy, Xudo xohlasa xizmat buyuramiz deb jo'natgan ekan. Hoji Sodiq Jiddaga jo'nab ketgandan keyin oftobachi taqsir, ko'p katta boy ekan, manga bir takka bino qilib, sarfini manga ma'lum qiling deganda darhol qilur edi. Takyaga bob joyni ham olib kelgan ekan desa, xon yana aytibdurki, ko'rimsiz kishi ekan, manga uncha pisand bo'lmadi degan ekan. Bu takyaga tayinlangan aqchani Maskovchilardan Ibrohimjonboy darhol eshitib, xonga kelib, taqsir, bir so'z eshitdim. Rost bo'lsa, muning yo'li bor deganda, xon, xo'sh, nima so'z desa, aytibdurki, Makkaga takya solmoq uchun bir muncha mablag' tayinlangan ekan. Rost bo'lsa, ani bir yil tijoratga qo'yib, 2 chand qilib, so'ngra yuborib quldirish darkor edi deganda, xon, ani kim qiladur desa, mazkur Ibrohimjonboy, odam ko'p bu xizmatga, agar kishi bo'lmasa, mana biz ham bajo qilamiz degan ekan. Xonga boyning bu so'zi ma'qul bo'lib, darhol 2000 tilloni chiqarib, Ibrohimjon boyga taslim qilib tur. Ul kishi bu aqcha bilan Moskov borib, bohuzur aysh qilib yotgan ekanlar. Xon Xo'qanddan chiqib, O'rinburga borib, anda turib qolganda, o'zlari alohida qo'ra olib, Makkaga borsak, bizga bir takya solmoq uchun aqcha lozimdur. Ibrohimjon boydagi pulni olib borsak deb odam yuborib, oldirib, so'zlashib o'tirib, xon so'z ochib,
Boy: endi bul xil bo'ldi. Mamlakatdan keldik. Hajga borsak, endi o'shal takani o'zimiz solsak, o'shal amonat pulni bersangiz deganda, xonga javob berib